Assalomu alaykum, to'g'ridagi baliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixchimiz Turg'un Almas Apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Bayonchur Qag'on o'lgandan keyin o'rniga o'g'li Boko xonning qag'on bo'lganligi, keyin bosh vazir Tun Bag'a Tarqonning Boko xonni o'ltirib, uning o'rniga o'zi qag'on bo'lganligini o'qigan edik. Endi bu yerdagi Tun Bag'a Tarqanni kim deydi deganda, ba'zilar Boko xonning tog'isi deydi ekan, ba'zilar uning ufkisi deydi ekan. Tun Bag'a Tarqan qag'on bo'lganda Uyg'ur qag'onligi bilan Tang sulolasining munosabati yomonlashdi. Bu chaqda Jungoga Tang Dizong podshoh bo'lgan edi. Tang Dizong milodining 762-yili Bogo xonning oldiga borganda usul o'ynamagan shaxslarda Li Shi bo'lib, u Uyg'urlarning shu chaqda qilgan o'ktamligi, Tang qo'mondonlaridan bir nechasini urib o'ldirganligini yodidan chiqarmagan edi. Tang Dizongmu Tang Xuanzong va Tang Suzonglarga o'xshashla kallasi aylanib qolgan hukmron bo'lib, Uyg'urlarga dushmanlik pozitsiyasini tutdi. Yana bir tarafdan uning vaqtida ichki jihatda bo'linma kuchlar bosh ko'tarib isyon harakatlari yuz berdi. Tang Dizong Tibet xonligiga elchi avatib ba'zi muhim joylarni Tibet xonligiga o'tinib berish sharti ostida Tibet xonligidan harbiy yordam talab qildi. Miladining 780-yili Uyg'ur begi Tudun mingdan ortiq so'g'dilarni boshlab Chang'andan Qara Balasog'unga qaytdi. Tudun Uyg'ur qag'onligining savdo vakillar o'mikining boshlig'i bo'lib, u Jungodagi savdo ishlarini tugatib, necha minglagan to'yga bilan otqa yuk taq ortib manga edi. U davlat chegarasini o'tayotganda Tangning chegara mudofaa qo'shinlarining sarkardisi Zhang Guangshin to'ygaga ortilgan nurg'ulg'an sandiqlarning ichiga Chang'anlik Xanzu qizlarining qochilanganligini sezib qoldi. Zhang Guangshin bu ishni bahona qilib Tudun boshliq mingdan ortiq Uyg'ur so'g'dilarini o'ldirib, bir necha ming ot, to'yga, 100 ming to'p tovar durdun qatorliq narsalarni musodara qildi. Sanduq ichiga yushirib elib mingilgan qizlarni Chang'anga qaytarib etdi. Mana shu voqea sababidan ikki davlat orasida do'stona munosabat buzilib, do'stlik o'rni dushmanlik oldi. Tang Dizongning Uyg'urlar bilan dushmanlashib, Tibet xonligi bilan do'stona o'tish siyosati Jungo uchun intayin xatarlik ahvolni paydo qildi. Tibet xonligi Tang Dizongning xato yo'lidan foydalanib, Tang sulolasini yo'q qilishga urindi. İchki bo'linma kuchlarning kasofatidan milodining 781-yili poytaxt Chang'andan chiqib ketgan Tang Dizong milodining 784-yili Chang'anga qaytib keldi. Uning vazirlaridan biri bo'lgan Limi shimoldagi Uyg'ur qag'onligi, janubdagi Nanshao qag'onligi hozirgi Yunnanda, g'arbdagi Arab xalifligi va Hindiston davlati bilan birlashib Tibet xonligini iskanjaga elish planini o'tirg'a qo'ydi. Tang Dizong Uyg'ur qag'onligi bilan do'stona o'tishni zodila xohlamagan bo'lsa-mu, Limining qayta nasihat qilishi natijasida Uyg'urlarga tutgan dushmanlik siyosatidan voz kechdi. Tang Dizong milodining 787-yili Uyg'ur qag'onligiga elchi avatdi. Qattiq qor yaqqan faslda Balasog'unga borgan Tang sulolasi elchilari qag'on Tun Bag'a Tarqanning chedirining sirtida qilin yaqqan qor ustida xeyli uzun o'ra turib qilishga majbur bo'ldi. Oxiri Tun Bag'a Tarqanning vaziri qag'on nomidan Jungo elchilariga: "Sizlar Tudun boshliq mingdan ortiq odamimizni o'ldirdinglar. Ata bovularımızdan qolgan odat bo'yicha qonni qon bilan yuyish kerak edi. Lekin men bu qitim qonni suv bilan yumoqchi bo'ldim", dedi. Vazir orqali yetkazilgan Uyg'ur qag'onning bu so'zini anglagan Tang sulolasi elchilari cho'nqur tinishib xotirjam bo'ldi. Shundan boshlab Uyg'ur qag'onligi bilan Tang sulolasi orasidagi dushmanlik munosabati burunqidek do'stona munosabatga o'zgardi. Milodining 787-yili 8-oyda Uyg'ur qag'oni Tun Bag'a Tarqan Bagchur Tarqan boshchiligida Tang Dizongga elchi avatib, Tang malikasiga o'ylanish talabini qo'ydi. Tang Dizong Uyg'ur qag'onning talabini qabul ko'rib, malika Xuan'anni qag'onga yotliq qildi. Uyg'ur malikining to'yligi uchun Jungoga 10 ming ot akeldi. Tang podshohi malikini nihoyat nurg'un saramjonlar bilan Qara Balasog'unga uzatdi.
Malika Xuan'an Qagan bilan 2 yil jahondarchilik qilgandan keyin Tun Bağa milodining 789-yili olamdan o'tdi. Malika Xuan'an Uyg'ur qag'onlariga yotliq qilingan malikalarning 3-chisi bo'lib, uning milodining 808-yili olamdan o'tganligi ma'lum. Lekin Malika Jungoda olamdan o'tdimi yoki Qara Balasag'unda olamdan o'tdimi bu ancha aniq emas. Tarixda Alip Qutuq bilga qolgan unvonini olgan Tun Baqa Tarqan olamdan o'tgandan keyin uning o'rniga o'g'li Taras qolgan bo'ldi. U Tangirda bo'lmish Qutlug' bilga qolgan unvonida ataldi. Taras milodining 790-yili kichik bekasi, ya'ni kichik xonishi tarafidan zaharlab o'ldirildi. Uyg'ur bəyləri Tarasning o'g'li Aychurni Qutlug' bilga qolgan unvonida taxtga chiqardi. Aychur go'dak bo'lgani uchun hokimiyatni il ugasi, bosh vaziri yurgizdi. Aychur qog'onliq taxtida o'ltirgan mezgilida, ya'ni 790-yildan 795-yillari Uyg'ur qog'onligining tashqi ahvoli xeyli daraja yomonlashdi. Bu chaqda Uyg'urlar Tibet xonligi bilan bo'lgan urushlarda o'ng'izsizlikqa uchradi. Bu tarafdagi ahvollar o'z navbatida so'zlanadi. Aychur milodining 795-yili olamdan o'tdi. Uning bosh vaziri Qutlug' Qag'on bo'ldi. Qutlug' Qag'on bo'lgan mezgildan boshlab u milodining 805-yili olamdan o'tganga qadar bo'lgan 10 yil Uyg'ur qag'onligida hukmron urug' bo'lgan yog'loqarlarning ta'siri tozalanib, odizlarning Qutlug' Odiz qabilasidan edi. Hukmronligi mustahkamlangan 10 yil bo'lgan bo'lishi mumkin. 805-yili Qutlug' olamdan o'tgandan o'g'li Qag'on bo'ldi. U Ay Tangriqut Qut bo'lmish Qutlug' bilga Qag'on deb ataldi. Uningdan keyin milodining 808-yili Jungo tarixchilari bo'yi Qag'on deb atagan kishi Ay Tangrida Qut bo'lmish Quch bilga Qag'on unvonini oldi. Biz bu qag'onni Ay Tangrixon deb ataymiz. Ay Tangrixon Uyg'ur qag'onlari ichida nihoyat botur, mashhur qag'on bo'ldi. U milodining 819-yili Tang malikasiga o'ylanish talabini qo'ydi. Tang sulolasining podshohi Tang Xianzong malika Yuan'anni uningga yotliq qilishga ma'qul bo'ldi. Lekin Tang Xuanzong o'rda vazirlari bilan uzun kengashgandan keyin Ay Tangrixonga yotliq qiladigan malika Yuan'anning to'y murosimini bir necha yil keyin o'tkazish to'g'risida qag'onga taklif berdi. Ay Tangrixon bu taklifga qo'shildi. Chunki Tang podshohi Xianzong Uyg'ur qag'onlarining ulug'i, shuhratligi bo'lgan Ay Tangrixonga yotliq qiladigan malika Yuan'anni Ay Tangrixonning sha'niga munosib kelgudek saramjon, sovg'a salomlar bilan uzatish uchun davlat g'azinasidagi pulning yarmini degudek sarf qilishga to'g'ri keladiganligini nazarda tutgan edi. Chunki bu chaqda Tang sulolasi moliya jihatda og'ir qiyinchilikqa yo'liqqan edi. Afsuski Ay Tangrixon milodining 821-yili olamdan o'tdi. Uning malika Yuan'anga o'ylanish orzusi amalga oshmadi. Ay Tangrixonning vafotidan keyin malika Yuan'an tarki dunyo bo'lib rohiba bo'lib ketdi. Ay Tangrixon vafotidan keyin cho'ngdi qag'on bo'ldi. U qag'on bo'lgan mezgilida Tang sulolasining podshohi Tang Mizong 821-yili singlisi Malika Tayxuni uningga yotliq qildi. Bu to'y murosimi to'g'risida Tang sulolasi yilnomasi Uyg'urlar haqida qissa bobida xeyli tafsiliy ma'lumot berilgan. Shu ma'lumotga asoslanganda podshoh Tang Mizong Malika Tayxuni Chang'andan Qara Balasag'unga uzatadigan chaqda bayramlik kiyimlarini kiyib, uni Chang'an shahrining sharqidagi Tunxuamin darvozasigacha uzatib chiqqan. Tang sulolasining yuzlagan harbiy ma'muriy amaldorlarining qatnashishi bilan Changjing ibodatxonasi oldida uzatish murosimi o'tkazilib, Malika Tayxu bilan xo'shlashish ishlari o'rindalgan. Tang podshohi Mizong chegaraga borg'ucha bo'lgan yo'l bo'yidagi oblast, viloyat, nahiyalarning amaldorlariga yorliq tushirib, Malika Tayxu ularning tavalligidan o'tganda, ularning har birining 300 mingdan askar chiqarib uzatish lozimligini uqtirgan. Uyg'ur qag'oni Cho'ngdixon, Inanchu, Ulug' Tutuq, Ezgil, Tashqi ishlar Tarqoni, Yabg'u beka, Tarqon qatorliq 8 kishi boshliq cho'ng o'makni tashkil qilgan Jungo malikasini qarshi oladigan bu o'mak 1000 dan ortiq ot, to'ga va harva qatorliq qatnash vositalarini ilib, Seriq Qumush bulug'i degan joygacha malikaning oldiga kelgan.
Malika Tayxu Uyg'ur qag'anligining poytaxti Qira Balasag'onga yetib kelganda, Uyg'ur odati bo'yicha to'y murosimi o'tkazilgan. Murosim o'tkazilgan kuni qag'an egiz binoga chiqib, binoning sharqiy peshayvonida ko'm petishga qarab o'tirgan. Binoning oldida kigiz uy tiklangan. Bu uyda Malika o'tirg'izilgan. Uyg'ur rohiblari Malikaga Uyg'urlarning qoida usullari to'g'risida tushuncha bergan. Malika Tayxu xanzucha kiyimlerini silib etib, Uyg'urcha kiyim kiygan. Ondan keyin Malika yashangan bir Uyg'ur yangining hamrohligida binoning oldiga chiqib, ko'm petishga qarab cho'qingan. Malikaning harakatiga qag'an o'tirgan joydan nazar solgan. Malika qag'onga bosh egib cho'qingandan keyin chedirga kirib, bu ishning oldida kiygan kiyimlarini silib tashlab, xotinlik kiyimini kiygan. Beshiga xuddi mungizdek oldiga qarab turgan oltin o'tug'atliq toj kiygan. Ondan keyin binoning oldiga chiqib, egilib turib qag'onga ta'zim qilgan. Uyg'ur qag'onning vazirlari oldin tayyorlangan cho'ng taxtaravonning oldi tarafida alayda tayyorlangan kichik bir o'ringa Malika Tayxuni o'ltirg'izgan. Uyg'ur 9 tarqanlari. Bu demak, ichki ishlar tarqani 3 nafar, tashqi ishlar tarqani 6 nafar. Ular taxtaravonni navbatlashib ko'tirib, o'rda ichiga kirib, kun chiqishga qarab, o'ngdan burilib, o'rdini 9 qitim aylangan. Bu ishlar o'rindilib bo'lgandan keyin Malika Tayxu taxtaravondan tushib, binoga chiqqan. U kun chiqishga qarab, qag'on bilan yonma-yon o'ltirgan. Vazirlar Malikani tabriklashgan. Cho'ngdixon milodining 824-yili olamdan o'tgandan keyinmi Malika Tayxu Qira Balasag'onda 20 yil turgan. Shu mezgilda uning Cho'ngdixondan boshqa Uyg'ur qag'onlariga yotliq bo'lgan bo'lmaganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Jungo bilan Uyg'ur qag'onligi orasidagi qudilishlarning siyosiy roli to'g'risida bir oz tushuncha berishga to'g'ri keladi. Tarixdagi qudilishlar nuqul siyosiy maqsaddan bo'ladi. Jungo xonlari o'z qizlarini boshqa davlatlarning hukmronlariga yotliq qilishda buni 3 maqsadni ko'zda tutgan. Birinchi, o'zi bilan boshqa davlat orasida tuzilgan bitim nomini kapolatga ega qilish. Tang sulolasi maliklarining Uyg'ur qag'onlariga yotliq qilinishi, Uyg'ur qag'onligi bilan Tang sulolasining Tibet xalqiga qarshi tuzgan ittifoqini kapolatga ega qilishni nazarda tutadi. Milodining 758-yili Malika Ninguning Qira Balasag'onga mangdigan chaqda "Davlat ishi muhim, o'lsam o'kinmayman" deb yig'laganligini esga olish kerak. Ikkinchi, Jungo xonlari boshqa davlatning hukmronlariga yotliq bo'lgan qizlari orqali shu davlatning ichki ahvolidan xabar bo'la oladi. Malika o'ziga hamroh bo'lib borgan tajribali siyosatchilarning ko'rsatmasi bilan josuslik harakatlarini ilib bordi. Hatta o'z davlatining manfaatini ko'zlab ig'vo to'qib erlarini aldaydi. Masalan, milodining 615-yili Sharqiy Turk qag'oni Sivarxon Suy sulosining podshohi Suy Tangdini Nanminda qo'rshib olganda, uning ayoli Malika Yiching odam avitib uningga "Hozir orqa tarafimizda, ya'ni shimoliy tarafda jiddiy ahvol tug'ilibdi" degan ig'voni yetkazadi. Bu ig'voga ishongan Sivarxon turklar elida qo'zg'olon ko'tarilgan o'xshaydi deb ansirab, Yanmin qo'rshovini amaldan qoldirib qaytib ketadi. Suy Yangdi turklarga asir bo'lib qilishdan qutulib qoladi. 3. Jungoning xonlari boshqa davlatning hukmronlariga yotliq bo'lgan malika qizlaridan tug'ilgan bolalarining varisligi orqali kelgusida shu davlatga hukmron bo'lishni, u davlatni o'ziga biqindigan holga tushirishni nazarda tutgan. Yana bir tarafdan u qizlaridan tug'ilgan shahzodalarning shu davlatning podshohlik o'rniga varislik qilishi to'g'risida da'vo qo'zg'ab, shu davlatning hukmronlari ichida ittifoqsizlik tug'dirib, bir butun davlatni parchalab, ojizlashtirishni, oxirida uni yo'q qilishni ko'zlagan. Masalan, milodidan 100 yil burun Uysun xoniga yotliq bo'lgan Malika Xayu Uysun xonligida 50 yil turgan mezgilda orqa-orqadan Uysunlarning kun baglaridan Qunshumi, Ung'umi, Nimi qatorliq 3 xonga yotliq bo'lgan. Malika Jayu shu mezgilda o'zi bilan billa borgan hamrohlari bilan birlikda Xan podshohligi tarafidan topshirilgan siyosiy vazifalarni sadoqat bilan o'rindigan.
Uning 10 G'umidan tug'ilgan Yang G'umi milodidan 53 yil burun Uysunlarning xonlik taxtini talishib maydonga chiqqan. Natijada bir butun Uysun davlati ikkiga bo'linib ketgan. Xanzu malikasidan tug'ilgan Yang G'umi cho'ng Kunbeg, Hun bekasidan tug'ilgan Uyg'ut kichik Kunbeg bo'lgan. Yang G'umiga Uysun aholisini 60 ming oila, Uyg'utga 50 necha ming oila qaragan. Bu ikki xon hukmronlik qilgan joylarning chegarasimi aniq ajratilgan. Uyg'ur qag'onlari tarixiy tajribalardan saboq elib, Jungo maliklarining buzg'unchilik harakatlaridan saqlangan bo'lsa kerak. Masalan, milodining 779-yili Tunbaga tarqan Bukuxonni o'ldirganda, uning Jungolik malikasi Shao Ningudan tug'ilgan ikki bolasini o'ldirib tashlagan. U bu bolalarning kelgusida Uyg'ur qag'onligining taxtiga varislik da'vosini qilishidan ansirgan bo'lsa kerak. Malika Shao Ningudan keyin Uyg'ur qag'onligiga yotliq bo'lgan Malika Xuan'an, Malika Tayxular Uyg'ur qag'onlaridan bola tug'magan. Ehtimol qag'onlar bola bo'lmaslikning amallarini qilgan bo'lsa kerak. Uyg'ur qag'onlariga yotliq bo'lgan Jungo maliklari obyektiv jihatdan ikki davlat orasidagi inoqlikning nisbatan uzoqroq mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qilgan. Shundaq qilib, bu qitimni o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.